Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi bayonotini ko'rmaganlar bo'lsa, ayniqsa chorvador va chorvachilikka aloqador odamlar bo'lsa, ko'ring va aytilgan fikrlar 2027-yildan boshlab kuchga kirsa va to'liq amalga oshsa, nima yaxshi o'zgarishlar bo'lishini qadamma-qadam ko'rib chiqamiz. 2027-yildan boshlab laboratoriya tekshiruvi, hayvonlarni emlash, dezinfeksiya va identifikatsiya qilish kabi 6 davlat funksiyasi bosqichma-bosqich xususiy sektorga beriladi. Bu yangi bozorlar, minglab yangi ish o'rinlari degani. Viloyat hokimlari yil yakunigacha 6 ta xizmat turi bo'yicha kamida 2 tadan yangi xususiy laboratoriya va veterinariya klinikasini tashkil qilsin. Bundan keyin har bir mahsulot bo'yicha onlayn kuzatish tizimi yo'lga qo'yiladi. Jumladan fermer va dehqonlarimiz uchun agroko'makchi mobil ilovasida elektron dala daftari tizimi joriy qilinadi. Bu orqali sun'iy intellekt zararkunandalar tarqalishini oldindan bashorat qilib dehqonlarga tayyor. Va bulardan 4 tasi aniq sanab o'tildi. Bular 2027-yildan boshlab xususiy sektorga o'tkaziladi deyildi. Birinchisi laboratoriya tekshiruvi, ikkinchisi hayvonlarni emlash, uchinchisi dezinfeksiya va to'rtinchisi identifikatsiya va yana ikkita funksiya. Aytish joizki, bu funksiyalar shu paytgacha yo'qmidi? Nega ehtiyoj sezildi buni xususiy sektorga o'tkazilishiga degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Nega bu narsalarga hozirgi kunda ehtiyoj sezilyapti? Chunki davlat qaramog'ida qolib ketgan joyda mas'uliyatsizlik avjiga chiqyapti oxirgi yillarda. Bo'lib ham laboratoriya tekshiruvi, qaysidir kasallik O'zbekistonda mavjud bo'lsa, xususiy sektor hech qanaqa manipulyatsiyalarsiz, hech qanday hech kimning ruxsatisiz tashxisni qo'yadi va ochiq ma'lumotni ommaga oshkor qila oladi. Birinchi sabab o'sha laboratoriya tekshiruvi xususiyga o'tkazilishiga. Ikkinchisi hayvonlarni emlash. Bu to'liq xususiy sektorga o'tkazilishi nima naf keltiradi? Xususiy sektorda bo'lgandan keyin davlat narxlarida emlash amalga oshirilmaydi, biroz qimmat bo'ladi. Pulni yaxshi to'laganingizdan keyin yaxshi vaksinani tanlab olish imkoniyati bo'ladi sizda. Va ishlamagan vaksina uchun javobgarlikni so'rab olish uchun imkoniyat yaratiladi. Aslida hozirgi paytda ham so'rashingiz mumkin, lekin davlatning o'zida bu funksiyalarni bajarish ham o'zida, sud ham o'zida, hamma narsa bir-biriga qorishib ketgandan keyin bu narsalarni bir-biridan ajratib, keskin chiziqlar bilan ajratib ko'rsatish imkonsiz bo'lib kelgan edi va bundan keyin xususiy sektorga o'tkazish bilan bu masalalar yechiladi. Ya'ni xizmat ko'rsatuvchi bor va xizmat ko'rsatuvchini tekshiruvchi bor. Bular bir-biridan ajratilyapti. Demak, nazorat doimgidek davlatning o'zida qoladi, lekin ishni amalga oshiradigan sektor bu xususiy sektor bo'ladi va faqatgina sizga pullik yaxshi xizmat ko'rsatgani hisobiga faqatgina yaxshi narsalarni sizga o'tkaza oladi. Bo'lmasa, sizdan pul olish xususiy sektor uchun o'ta katta muammo. Dezinfeksiya masalasi haqida gapirilgan. Dezinfeksiya nega xususiy sektorga o'tkazilyapti? Shu paytgacha ham dezinfeksiya qiluvchi vositalar aslida davlatimiz tomonidan tarqatilgan. Masalan, bu viloyat veterinariya va tuman veterinariyalarga qo'mita bo'yicha respublikaga tarqatiladi va viloyatlardan tumanlarga, tumanlardan har bir vetvrachni qo'ligacha yetib boradigan dezinfeksiyalovchi vositalar shu kungacha bor edi. Lekin yuqorida berilgan doza bilan vetvrachni qo'liga tegadigan doza orasida yer bilan osmoncha farq bo'lardi. Xususiy sektorga o'tkazilgandan keyin bu narsalarni endi o'zini o'zi aldamasa kerak-ku xususiy sektordagi tadbirkorlar. Shuni hisobiga sifat ko'rsatkichlari birdaniga pikka chiqishini taxmin qilish mumkin. Sababi bu aytganimizdek xususiy sektorlar o'zini o'zi alda olmaydi. Va 4-chi hamda eng muhim qismi shundaki, identifikatsiya. Identifikatsiya bu mamlakatda xuddi aholini ro'yxatga olish degan tushuncha borku. Masalan, O'zbekistonda shu yil 2025-yil oxirlarida adashmayotgan bo'lsam, vaqtida adashyapman, qayta aholini ro'yxatdan o'tkazilgan edi. Oxirgi yetdimi yo'qmi to'liq xabarim yo'q. Hayvonlarni identifikatsiya qilish xuddi o'sha fuqarolarni qayta ro'yxatga olish kabi muhim narsa. Agar identifikatsiya bo'lmasa, juda ko'p narsalarda xatoliklar yuz beradi.
xatoliklardan birinchisi, aytaylik, falonchaning uyida 3 ta qoramol, 2 ta eshak, 1 ta ot, 3 ta qo'y kabi hayvonlari bor degan ma'lumotlar identifikatsiya bo'lgandan keyin davlat ro'yxatida turadi va davlat bir marta ro'yxat shakllangandan keyin har qanday holatda u hayvonlar bosh soniga ko'ra hayvon egasidan hisob so'rash imkoniyati bo'ladi. Bu degani hayvon kasal bo'lib o'ldimi yoki sog'lom semirtirilgan holatda so'yildimi kabi savollar eng birinchi darajaga chiqadi. Veterinarlar qanaqadir dori ishlatsa, hayvonni pasporti borligi uchun qayd qilib boriladi. Antibiotik, qaysidir uzoq muddatli kutish vaqti bo'lgan dorilarni demak, nazorat qilish uchun identifikatsiya eng muhim ahamiyatga ega va aholimizning katta qismini musulmonlar tashkil qilganligini hisobiga identifikatsiya bilan bog'liq bo'lgan eng muhim yana bitta jihatni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Oxirgi 1-2 yilda kuzatganim yo'q, lekin rasmiy saytlarda ham chiqqan, har 3 yil, 4 yilda bizda kuzatilib turgan bir muammo bor edi. Demak, turli viloyatlarda bo'lgan bu. Eshak go'shtini iste'molga chiqarib yuborilishi. Bu umuman bizni jamiyatda kechirib bo'lmaydigan holat va buni nazorat qila olishning birdan bir imkoniyati, bunaqa holatlarda nazorat qilishda birdan bir imkoniyati identifikatsiya. O'sha paytlar 2017-yilda bu masala juda qattiq ko'tarilganda, hayvonlarni identifikatsiyalash masalasi va turli karikaturalar, turli propagandalar ishlab bu narsaga to'sqinlik qilishgandi. Xullas, qilinmay qolgandi. O'shandan keyin ham bir necha marta O'zbekistonning ma'lum hududlarida eshakni so'yib, aholi iste'moli uchun qaysidir somsaxonalar, shashlikxonalar kabi narsalarda men rasmiy ma'lumotda aytyapman, to'qib chiqarayotganim yo'q. U internetda ham turibdi hali. Shunaqa holatlar kuzatilgan edi. Buni cheklashda, nazoratga olishda birdan bir yo'li identifikatsiya. Identifikatsiya haqida juda ko'p gaplar gapirilishi mumkin. Bu nafaqat hozir sanab o'tgan ikki jihat, balki nasl sifatini yaxshilash, bundan keyingi mahsuldorlikni oshirish, kasalliklar nazoratini me'yorlashtirish kabi masalalarda, ya'ni sanasak sanog'iga yetmaydigan darajada juda ko'p foydalari keltirilishi mumkin. Yana kengroq bu mavzular haqida gaplashsak bo'ladi. Xullas, davlat qaramog'ida qolib ketgan sektorlarda oqsashlar bo'lib turibdi. Shuni hisobiga bu narsalarga shaxsan prezident darajasida e'tibor qaratilyapti. Bu demak, juda yaxshi o'zgarish chorvadorlar uchun, veterinarlar uchun va jamiki barcha aholimiz uchun juda kuchli strategik burilish desak bo'ladi. Bu ichkaridagi oziq-ovqat xavfsizligiga bo'lgan e'tiborni eng katta qadamlardan biri deyishimiz mumkin. Va qo'shimcha qilib shuni aytish mumkinki, bu bayonotda aytilmagan yana ikkita qismi qolgan. Uni topsam yana sizlar bilan bo'lishaman. O'ylaymanki, shu ketishda bo'lsa, naslchilik ham sektorga o'tkaziladi va O'zbekistonda sifatli urug'lar va yaxshi nasldor buqalar urug'lari hammamiz uchun, demak, olish imkonlik har doim topiladigan bir manbaga aylanadi va nasl jihatdan ham juda yaxshi o'zgarishlarga kirib borishimiz mumkin. Sizda bunaqa mavzularga doir qiziqarli agar savollaringiz bo'lsa, konstruktiv savollar bo'lsa yozib qoldiring. Buni chuqur o'rganishimiz kerak. Har bir chorvador bilishi kerak bo'lgan juda ko'p mavzular haqida suhbatlar qilishimiz kerak. Videoni aniq bu sohaga befarq bo'lmagan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lib qolishni unutmang. Layklaringiz, izohlaringiz bizni rivojlanishimiz uchun, davomli ishlashimiz uchun, demak, salmoqli ahamiyatga ega.